Hammaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan yana Yosh avlod kanali. Sizlar bilan navbatdagi videomizda yana bir ko'rishtirgandim. Mana nihoyat xursandman do'stlar. Xo'sh akalar, bugungi videomizda biz sizlar bilan birgalikda Adobe Photoshop dasturini qanday qilib yuklash va uni o'rnatishni bugungi videomizda biz ko'rib chiqamiz akalar. Albatta videomiz sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa, videoga albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, o'z fikringizni video kommentariyasiga yozib qoldirishni so'rab qolgan bo'ladim. Va albatta bu qilgan ishingiz bizning kanalimizga olish uchun juda ham katta motivatsiya bo'ladi akalar. Shunday qilib akalar, sizlar tayyor bo'lsangiz, unda biz videomizni boshladik do'stlar. Xo'sh akalar, bugungi videomizda biz qanday qilib Adobe Photoshopni kompyuterimizga yuklashimiz kerak bo'ladi. Albatta bilsangiz, Adobe Photoshop dasturi pullik va albatta biz uni qanday o'rnatamiz? Albatta bizning usullarimiz orqali. Buning uchun bizda kompyuter kerak bo'ladi albatta va internet va boshqa hech narsa kerak emas. Birinchi navbatda biz o'zimizning любой bitta brauzerimizga kirishimiz kerak bo'ladi. Men Microsoft Edge ga kiramiz. Agarda Chrome bo'ladigan bo'lsa Chrome, Firefox bo'lsa Firefox, o'zingiz xohlagan brauzer. Va kirganimizdan so'ng biz qidiruv oynasiga yozishimiz kerak bo'ladi. Bu yerga backfor.site. Bu bizning official saytimiz va yaqinda saytimiz yangilandi. Sayt silkasi video описаниесida bo'ladi va bizning Telegram kanalimizda bo'ladi. Va ushbu saytga kiramiz. Va akalar, bizga quyidagi ko'rinishdagi, quyidagi dizayndagi bizga sayt kelib chiqadi. Va biz ushbu saytga kirganimizdan so'ng birinchi navbatda nima qilishimiz kerak? Biz bu yerdan dasturlar yuklab olishimiz uchun, ya'ni biz Adobe Photoshop va boshqa kerakli dasturlar, biz videolarda foydalangan barcha dasturlarni siz ushbu saytdan topishingiz mumkin bo'ladi. Bu bizning yangi saytimiz. Oldin bor edi, lekin dizayni biroz yangilangan. Albatta dizayn haqida o'z fikringizda yozib qoldirishni so'rab qolgan bo'lardim. Va bu yerdan birinchi navbatda dasturlar bo'limiga o'tamiz. Dasturlar bo'limiga o'tganimizdan so'ng biz bu yerda Adobe Photoshopni topishimiz kerak. Uje yaqinda kiritilgani uchun bu yerda birinchi o'rinda turibdi. Agarda topa olmasangiz, shunchaki qidiruv bo'limiga bu yerga Adobe deb yozasiz. Adobe deb yozganingizdan so'ng bu yerda ko'rganingizdek 3 ta versiyasi mavjud. Bu yerda 2025, 2023 va 2024. Kelinglar biz bugun 2023 versiyasini o'rnatamiz. Lekin menda 2022 versiyasi bor edi, lekin uni men yuklash silkasini topa olmaganligim uchun uni kirita olmadim. Biz bu yerda yuklab olish uchun shunchaki yuklab olish tugmachasini bosamiz va bosganimizdan so'ng avtomatik tarzda bizga yuklab olish boshlanadi. Va yuklab olingandan so'ng biz buni biror joyga saqlab olishimiz kerak bo'ladi. Kelinglar rабочий stolga. Va bu yerdan siz fayllardan tashqari bizning YouTube kanalimizdagi videolarni ham topishingiz mumkin va shu yerdan to'g'ridan-to'g'ri YouTube kanalimizga ham kirishingiz mumkin yoki bizning YouTube kanalimiz statistikalarini ham real vaqtda kuzatib borishingiz mumkin. Va albatta 2600 ta obunachi uchun yana bir bor kattaga rahmat akalar. Bu biz uchun juda ham katta motivatsiya akalar. Va bu yerdan boshqa sahifaga o'tadigan bo'lsangiz, bu yerdan bemalol Telegram kanalimizga ham xuddi shu yerni o'tishingiz mumkin. Agarda topa olmasangiz, bu yerdan Telegram kanalimizga o'tib, Telegram kanalimizga ham obuna bo'ling. 700 ta obunachi juda ham ozgina qoldi akalar. 9 ta qoldi. Shunday bosib tashlaymiz akalar. Va o'tganimizdan so'ng, yuklab olganimizdan so'ng bizda mana men allaqachon saqlab olganman. Bu arxivlangan va unda parol mavjud. Bu maxsus RSLoad saytidan yuklangan. Albatta RSLoad saytiga juda ham katta rahmat. Biz buni chiqarib olishimiz uchun shochani o'ng tugmasini bosamiz. Bu yerdan extract all tugmachasini bosishimiz kerak. Agarda arxivator bo'ladigan bo'lsa, arxivator orqali ochasiz. Bu yerdan extract all va chiqarib olish joyini bosamiz. Extract va biz bu yerga parolni kiritishimiz kerak. Parol ekraningizda bo'ladi. Aynan mana shuni kiritamiz, ya'ni RSLoad. Va kiritganimizdan so'ng tashqariga chiqarish boshlanadi, lekin buni chiqarmay turamiz. Nima uchunligini hozir aytaman. Chunki bu o'sha narsa, ya'ni o'sha dastur bo'lganligi uchun buni chiqarishdan oldin biz antivirusni o'chirib qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa ustanovka jarayonida har xil muammolar kelib chiqadi. Buni biz qanday o'chiramiz? Buning uchun biz pusk menyusiga kirib, bu yerdan settings bo'limiga o'tamiz yoki Windows plus I kombinatsiyasi orqali настройка, ya'ni sozlamalar bo'limiga kirishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan biz privacy and security, ya'ni безопасности bo'limiga o'tamiz va bu yerga o'tganimizdan so'ng bu yerdan Windows security bo'limiga o'tamiz. O'tganimizdan so'ng yuqoridan Open Windows Security tugmachasini bosamiz va bu yerdan bizga Windowsning maxsus antivirusi kerak, ya'ni ochiladi. Bu yerdan Virus and Threat Protection bo'limiga o'tamiz va bu yerdan Virus Threat Protection Settings bo'limidan Manage Settings tugmachasini bosamiz va bu yerdan birinchi Real Time Protection'ni o'chiramiz. Va albatta bu yerdan ruxsatni beramiz. Ruxsat berganimizdan so'ng biz bemalol arxivni tashqariga chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerdan so'ng tugmasini bosamiz, Extract All, Extract va parolni kiritamiz. Va chiqarib olguncha kutamiz.
Va biz arxivni muvaffaqiyatli tarzda chiqarib oldik va ochganimizdan so'ng bizda quyidagicha fayl ochiladi. Ya'ni bu yerdan biz bu dasturni shunchaki ishga tushirishimiz kerak bo'ladi. Albatta, ishga tushirish jarayoni biroz vaqt olishi mumkin. Albatta, bu sizning kompyuteringizni holatiga va sizning antivirusingiz qanchalik holatda o'chganiga bog'liq. Biz hozir real time protection'ni o'chirdik, lekin kompyuterda undan boshqa antiviruslar bor, lekin bu antivirus bu dasturni ishiga xalaqit bermaydi. Shunchaki bu dasturni biroz tekshirib oladi. Va bu yerdan yes tugmachasini bosamiz va bosganimizdan so'ng bizning dasturimiz ichidagi fayllar tashqariga chiqarib olinishni boshlanadi. Va akalar, bizning dasturimiz ustanovka jarayonining keyingi qismiga o'tdi va bu yerda ko'rib turishimiz mumkin. Bu yerda install tugmachasi va bu yerda qandaydir bo'limlar. Biz bu yerdan qilishimiz kerak narsa, bu yerda ikkinchi bo'limni o'chirib qo'yishimiz kerak, ya'ni advertising install recommended software. Ya'ni bu dastur tomonidan, ya'ni repaket tomonidan maxsus reklama sifatida berilgan, ya'ni dasturlar bu yerda o'rnatilib qolishi mumkin. Masalan, qo'shimcha brauzerlar yoki qo'shimcha antiviruslar, shuning oldini olish uchun buni o'chiramiz. Lekin bu yerda Visual C++ ya'ni ular mana shu paketni, ya'ni required deb yozilgan, aynan mana shuni yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Chunki bu o'rnatilmaydigan bo'lsa, dasturdagi ishlashda qandaydir xatoliklar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu dasturni shu yerda qoldiramiz. Install tugmachasini bosamiz va davom etishimiz mumkin bo'ladi endi. Va ko'rib turishimiz mumkin, bizga Microsoft C++ ya'ni qo'shimcha paketlar o'rnatilyapti. Bu dasturlar to'liq o'rnab olishi uchun biz kutishimiz kerak bo'ladi. Albatta, antivirusdan xabarlab turamiz. Uni shunaqa odatlari bor, bexosdan yonib qolishi mumkin. Shuning uchun qarab o'tiramiz. Va biz va nihoyat Photoshopning ustanovka dasturiga kirib oldik va nihoyat va bu yerdan ustanovka qilishimiz uchun biz dasturning, ya'ni bizning Photoshop dasturini tilini tanlashimiz kerak bo'ladi. Standart ingliz tilida, xohlasangiz rus tilini, xohlasangiz boshqa tilni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Va bu yerdan default location standard C diskda bo'ladi. Agarda C diskda xotira kam bo'ladigan bo'lsa, bemalol D diskga o'rnatib olishingiz mumkin. Men C diskga o'rnataman, default holatda qoladi. Bu yerdan continue ni bosamiz va bizning dasturimiz o'rnay boshlaydi. Va 100% bo'lguncha albatta kutamiz akalar. The installer has finished work. Bu degani biz dasturni muvaffaqiyatli tarzda o'rnatib oldik va bizda hech qanday xatolar chiqmadi degani. Va bu yerdan OK ni bosamiz va bu yerdan dasturni prosta tag yopamiz. Va ko'rishimiz mumkin, biz dasturni endi qayerdan topishimiz mumkin. Bu juda ham oddiy. Prosta tag push menusini bosamiz va bu yerdan rekomendatsiya bo'limidan yoki bu yerdan all tugmachasini bossak, bu yerda ko'rib turishimiz mumkin, bizda dastur o'zi avtomatik tarzda o'rnatilgan. Bu yerdan dasturni bemalol kirib ishlatib ko'rishimiz mumkin bo'ladi endi. Va ko'rib turganingizdek bizda Adobe Photoshop ishlamoqda. Bu yerni create qilib yangi proyekt yaratib ko'ramiz va bemalol ishlatishimiz mumkin. Bizda barchasi muvaffaqiyatli ishlaydi. Xo'sh akalar, videomiz shulardan iborat edi. Albatta videomiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, men juda ham xursandman. Like bosishni va o'z fikringizni yozib qoldirib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'ladi. Albatta Telegram kanalimizga ham obuna bo'ling. Bunda kuniga juda ham zo'r va qiziqarli ma'lumotlar yuklab boriladi. Xo'sh akalar, sizlar bilan yana Yosh avlod kanali bo'ldi. Keyingi videolarda yana bir bor ko'rishguncha, xayr do'stlar.